ikkinchi partiyani ham boshlaymiz. E4 5 kon F3 kon C6 D4 C kon D4 kon F6 kon C3 E5. Kon B5 ga keladi, D6 ni maqsad qilyapti. Ya'ni mana bu D6 punktiga hujum qilish uchun kon B D5 keladi. Shuning uchun biz yurishimiz kerak D6. Slon G5 A6, slon ota3 B5, slon F6. Gf. Shu yerda ko'pchilik savol beradi, nimaga farzin F6 urmayapsiz? Agar farzin F6 ursa, kon D5 yana keladi. Farzin D8 majbur yuramiz, bo'lmasa ot C7 vilka. C4 yurishdan keyin qora oqqa ustunlik bo'lib ketadi. Shu sababdan Gf yurgandan keyin kon farzin slon F6 ga Gf uriladi. Kon D5, Gf F5 slon D3 и slon E6. Mana shu slon E6 yurishi ham yaxshi yurish. Sababi D5 dagi otni tezroq yo'qotishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda hozir slon D5 urib, E7dan keyin ot E7 qaytib o'ynasa ham bo'lardi. Ya'ni mana bunday qilib slon D5 raz urib, endi urib o'ynasa ham bo'lardi davom et. Lekin bu yerda qoralar tanlagan variant ikkita filda o'ynamoqchi. 0-0 kon B6 uramiz. Bu yerda taktik hujum bo'ladi. Men hozir tushuntirib ketaveraman, lekin doskada ko'rayotganda o'zingizlar bir qator ko'rib olasizlar. Yurishi ham kamroq o'yin. Hozir kon B8 urib bo'lmaydi, sababi slon D5 uradida, kon A8 uradigan bo'lsak, slon D5 bir marta urib oladida, keyin bu otimiz ham qolib ketadi. Markazda 3 ta peshka, 2 fil, bitta ruhga 2 ta figura, juda katta moddiy ustunlikka ega bo'lib ketadi qoralar. Shuning uchun slon E4 ruh B8, fers A4 ga ot D4. Yana bitta ключевой xodi bu Chelyabinsk variantda kon D4 yurishi bo'ladi. Markazdagi ot hamisha shohga xavf soladi. Hozir farzin H4lar nima keladi? Korol H8. Mana bu profilaktika, sababi kon C7, kon E7 yoki shunga o'xshagan xodlardan qochib qo'yapti. Fers H4 asosiy hujum yo'nalishiga yetib keldik mana. Qal'ani shohni zaiflashtiryapti. Kon G3 ruh F2, slon majbur keldi. Almashlangandan keyin mana bu slon E5 xoddan keyin majbur topshiryapti. Bu yerda G3 ham yurib bo'lmaydi, farzin H2, H3 ham yurib bo'lmaydi. Slon H3 udar keladi. Mana ikkita fil juda katta ustunlikka ega bo'ldi. Yana nimaga o'tamiz? Notatsiyasiga. Endi notatsiyaga o'tishdan oldin mana bu joyda bir qator notatsiyani olib keyin qo'ysak, xo'p, mana bu xodlarni men yurib ko'rsatganlarim, buni yozmaysizlar, asosan qora harfdagilarni yozasizlar. Qavs ichidagilari yozilmaydi mana. Buni ham yozib daftarga yana bir qator takrorlab olamiz.